Tanishing, bu kishi Xurshid aka. U bugun oilasi bilan do'konlarda shopping qilishni niyat qilgandi. Bu esa Shavkat aka. Uning do'stlari bilan eng so'nggi O'rgimchak odam filmini ko'rish rejalari bor edi. Ahmadjon aka. Uning bugun ulfatlari bilan tog' yonbag'rida choyxonada gapi bor edi. Va Baxtiyor aka. U bugun do'stlari bilan xorijga dam olish uchun sayohatga uchib ketishlari kerak edi. Ammo nima uchundir bugun ularning barchasi to'satdan qarorlarini o'zgartirishdi. Ular kelishlari kerak bo'lgan joyga kelmadilar. Xurshid aka shoppingga kirmagani bilan kiyimchi bankrot bo'lib, do'kon yopilib qolmaydi. Bu inson bugun nimadir xarid qilmasa, kiyimsiz qolib ketmaydi. Aslida ham uning kiyadigan umuman kiyimi yo'q deb hech kim ayta olmaydi. Shavkat aka bugun kinoga tushmagani bilan kinoning kassasi muvaffaqiyatsizlikka uchrab, kino to'xtab qolmaydi. Kinoteatr yopilmaydi. Ahmadjon aka hozir choyxonaga bormagani bilan qorni och qolib ketmaydi. Ulfatlari yog'izlanib qolmaydi. Baxtiyor aka sayohatga bormagan bo'lsa ham mayli ekan. Sayohatni 5 kun 10 kunga keyinga qoldirsa bo'ladi. Yoki bo'lmasa, sayohatga bormagani bilan uning jismi jonidan nimadir kamayib qolmaydi. Shoh chiqib qolmaydi. Chunki bu joylarning hech birida kishining hayot-mamot masalasi hal bo'lmaydi. Xo'sh, ular bugun qayerda? Bu samarqandlik himmati baland mardlar bugun hayot-mamot masalasi hal bo'ladigan joyga keldilar. Samarqand viloyatidagi 500 dan ziyod otasiz, onasiz qolgan, xuddi o'zimizning qorako'z bolalarimizdek mehr kutayotgan yetim bolajonlarimizning taqdirini hal qilish uchun keldilar. Agar ular bugun shu murg'ak qalblarning yoniga shoshmasalar, butun boshli bir insonning, bir oilaning hayoti xavf ostida qolardi. Ular bugun aynan mana shu bolajonlarga mehr ulashish, ularning ertangi taqdirini yorug' qilish uchun chopyaptilar. Bugun turishingiz kerak bo'lgan joyda turing, chunki aynan shu yerda inson taqdiri hal bo'lyapti. Unutmang, birgina norasidaga vaqtida uzatilgan yordam qo'li o'sha bolaning ertangi hayotini muvaffaqiyat yuksalishlarga o'zgartiribgina qolmay, balki butun millat boshiga rahmat barokatlar yog'dirishi shubhasiz. Samarqandliklar mana shu xayrli amallarga hammangizni chorlab qolamiz. O'ylaymizki, gaplarimiz o'z egalariga yetib bordi.